Benim o'zingni ko'tarib. Qizlar bitta xijolatli gap bor edi. Agar yordamsani, kakra 4 kishigamiz ikkitadan ko'tarib olib kirishib olasizlarmi? Yo'q, yengil motor yo'q, xaladilli. Xaladilli yo'q. Ko'taraman. Yo'q, men 2 minut qarab turing, odam olib chiqaman. Ma'lum kutirib qo'ymaymanmi? Bo'ldi. Faqat aniq ketib qolmadi, ehtimol. Cho'ta odam topolmadim, o'zingni ko'tarib. Bir prank qilamiz, sizlarni. Nega shunaqa prank qiladimi? Ha, to'g'ri tushunsangiz bo'ladi-yu. Prank qilamiz deb. Seni prank qilib. O'yadi. Komentariyada juda ko'pchilik odamga tushsadi. Qiz boladan qaltay ishini xayolimdan chiqdi. Voy, to'xta, senim. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan. Mana shu ko'rib turgan 70 ta Damas'inglar aynan sizlarniki bo'lishi mumkin. 350 ta chang yutgich, 100 ta televizor. Xullas bu joydan hech kim sovg'asiz ketmaydi. Menimcha bunaqa imkoniyatni hali sizga uncha quruvchi bermagan. Orzu City'dan ushbu aksiya doirasida 500 ta xonadon uchun 70 ta Damas aynan siz uchun sovg'aga qo'yildi. Agarda siz Orzu City'dan 29 kvadratdan boshlab 54 kvadratgacha xonadon xarid qilsangiz, bitta Damas yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yoki 55 kvadratdan yuqori bo'lgan xonadon xarid qilsangiz, bir emas, ikkita Damas aynan sizniki bo'lishi mumkin. Okey, eng muhimi bu xonadonda 8 oydan beri yashayotgan insonlar bor ekan. Agarda siz bugun kelib xonadon xarid qilsangiz, ertadan bemalol kelib yashasangiz bo'laveradi. Orzuyingizni Orzu City bilan amalga oshiring.